Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika institutining biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi, biologiya fanlari falsafa doktori Sodiqova Dilfuza G'afforovnaman. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz biokimyo va molekulyar biologiya fanidan oqsillarning tarkibi va struktura tuzilishi bilan tanishib chiqamiz. Reja bilan tanishamiz. Reja oqsilning birinchisi oqsilning asosiy komponentlari, ularning roli, oqsillarning funksiyalari va strukturasi va oqsillar denaturatsiyasi. Ma'lumki, oqsillar tabiatda juda faol moddalar bo'lib, yuqori molekulyar birikmalar hisoblanadi. Inson organizmida, hayvon, o'simliklarda, zamburug', bakteriyalarda ham oqsillar uchraydi. Oqsillar barcha tirik mavjudotlarning tarkibiy qismiga kiruvchi, azot tutuvchi organik moddalar hisoblanadi va hayot faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Hujayrada bir necha ming oqsil mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos tuzilishga ega. Oqsil so'zining ma'nosi protein, ya'ni birinchi degan ma'noni anglatadi. Oqsillar hujayra vaznining taxminan 4 dan 3 qismini tashkil etadi va ular har xil biologik xususiyatdan qat'iy nazar oqsillar 20 xil aminokislotalardan tashkil topgan. Tabiatda oqsillar o'simlik protoplazmasining asosini tashkil etadi. Hayvonlarning qoni, suti, muskul, tog'ay tarkibida ham muhim hayotiy rol o'ynaydi. Oqsillar organizmning asosiy tuzuvchi moddalaridan biri bo'lib, ular hujayralar va to'qimalar uchun zaruriy materialni ta'minlaydi. Ular fermentlar, gormonlar, immunitet tizimining asosiy komponentlari sifatida muhim rol o'ynaydi. Oqsillar energiya manbai sifatida ham foydalanishga qodir moddalar hisoblanadi. Oqsillar biologik jarayonlarni boshqarishda, hujayra to'qimalarining qurilishida muhim ahamiyatga ega. Ular immunitetni mustahkamlashda va energiya manbasi sifatida xizmat qiladi. Oqsillarning kimyoviy tarkibi bilan tanishamiz. Oqsillar tarkibida quyidagi kimyoviy elementlar mavjud. Uglerod 50-54%, kislorod 21-23%, vodorod 6,5-7,3%, azot 15-17% va ayrim oqsillar tarkibida oltin gugurt ham uchrab, bu 0,5% da uchraydi. Oqsillarning tuzilishi, demak, oqsillar aminokislotalarning ketma-ket joylashishidan tuzilgan bo'lib, aminokislotalar o'zaro peptid bog'ini hosil qiladi. Peptid bog'i bitta aminokislotaning karboksil guruhi ikkinchi aminokislotaning amino guruhi bilan birlashib, o'zaro peptid bog'ini hosil qiladi. Oqsillar tarkibiga qarab oddiy va murakkab oqsillarga bo'linadi. Oddiy oqsillarga albumin, globulin, giston, protamin, prolamin, skleroproteinlar kiradi. Murakkab oqsillarga esa lipoprotein, glikoprotein, nukleoprotein, xromoprotein va fosfor proteinlar kiradi. Demak, oddiy oqsillar tarkibida faqat oqsil moddalar bo'lsa, murakkab oqsillar esa ikki xil moddalardan tashkil topgan. Masalan, lipoproteinlar bu yog'lar va oqsillardan, glikoproteinlar uglevodlar va oqsil kompleksidan hosil bo'lgan moddalar hisoblanadi. Oqsillar tarkibidagi aminokislotalar ikki guruhga bo'linadi: almashinadigan va almashinmaydigan. Almashinadigan oqsillarga glitsin, alanin, sistein, glutamin kislota, asparagin kislota, tirazin, prolin, serin, asparagin, glutamin kiradi. Almashinmaydigan aminokislotalarga valin, litsin, izolitsin, metionin, fenilalanin, triptofan, lizin, serin, gistidin, arginin kabilar kiradi va ular quyidagicha struktura tuzilishiga ega. Oqsilning asosiy komponentlari, oqsilning tuzilishi, oqsilning funksiyalari va oqsilning roli misolida ko'rib chiqish mumkin. Oqsil aminokislotalardan tashkil topgan murakkab organik birikmalar bo'lib, ular organizmning asosiy tuzilish bloklari hisoblanadi va har xil biologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Oqsillar bir necha xil funksiyalarni bajaradi. Ular transport vazifasini, himoya vazifasini, fermentativ, regulyatorlik vazifasini, bundan tashqari oqsillar, masalan, gemoglobin oqsili
kislorodni qon orqali tashiydi. Bu esa organizmning energiya ishlab chiqarish jarayonini ta'minlaydi. Ayrim oqsillarning molekulyar massasi va izoelektrik nuqtasi. Izoelektrik nuqtasi bu oqsillarning pH, ya'ni vodorod ko'rsatkichiga to'g'ri keladi. Sitaxrom molekulyar massasi 13.000 bo'lsa, uning izoelektrik nuqtasi 10.6 ga teng. Sut albumini 17.400 bo'lsa, izoelektrik nuqtasi 6.9 ga. Va shu kabi boshqa oqsillar bilan tanishishingiz mumkin. Xususan, odam gemoglobini 68.000 bo'lsa, molekulyar massasi izoelektrik nuqtasi 6.4 dan 7.2 gacha aniqlangan. Oqsillar 4 ta struktura tuzilishiga ega. Oqsillarning birlamchi strukturasi, ular aminokislota qoldiqlaridan tashkil topgan struktura hisoblanadi. Ularda ilk bora oqsilning birlamchi strukturasi degan atamani 1951-yilda Lennestrom Lang ishlab chiqargan. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana aminokislotalarning ketma-ket kelib birikib struktura hosil qilishi, bu polipeptid zanjirlarini hosil qilishi oqsillarning birlamchi strukturasi deyiladi. Oqsillarning ikkilamchi strukturasi vodorod bog'lari tufayli hosil bo'ladigan polipeptid zanjirining spiral konfiguratsiyasi hisoblanadi. Ikkilamchi strukturasida 3 ta xil mavjud: alfa spiral, beta qavatli va kollagenli spiraldan tashkil topgan. Oqsillarning uchlamchi strukturasi. Spiral tuzilgan polipeptid zanjirlar har xil kuch ta'sirida fazoda ma'lum shaklni olishga harakat qiladi. Polipeptid spiralning fazodagi orientatsiyasi yoki uning taxlanishi uchlamchi strukturasi deb ataladi. Bu ularning hajmi haqidagi ma'lumotni beradi. Masalan, mioglobin oqsilining tuzilishi uchlamchi strukturaga misol bo'la oladi. To'rtlamchi strukturasi. Oqsillarning to'rtlamchi strukturasi 2 va undan ortiq polipeptid zanjirlardan tashkil topgan oqsil molekulasidan iborat. To'rtlamchi struktura hosil bo'lishida ishtirok etadigan polipeptid zanjirlarning har biri o'ziga xos birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi strukturaga ega bo'lib, bu kichik birlik deb ataladi. Ko'pgina oqsillarning molekulasi bir necha kichik birliklardan tashkil topgan. Masalan, gemoglobin oqsili 4 ta kichik birlikdan 2 ta alfa va 2 ta beta polipeptid zanjirlaridan tashkil topgan. Tamaki mozaikasi virusini tashkil qiladigan murakkab oqsil 2200 ta kichik birlikdan tashkil topgan. Oqsillarning biologik funksiyalari. Oqsillar energiya manbai sifatida ishlatiladi. Immoglobulinlar muhofaza funksiyasini ta'minlaydi va fermentlar kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Oqsillar organizmda ko'plab biologik funksiyalarni bajaradi. Misollar orqali oqsillarning ahamiyatini yanada yaxshiroq tushunish mumkin. Immoglobulinlar infeksiyalarga qarshi himoya qilib, organizmni xavfli mikroblardan himoya qiladi. Ya'ni antitelalar ishlab chiqaradi. Fermentlar esa turli xil kimyoviy jarayonlarni boshqaradi, oziq-ovqatlarni parchalaydi va energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Oqsillar denaturatsiyasi. Oqsillar strukturasini buzilish holatlari uchrab turadi. Bu renaturatsiya va denaturatsiya holatlari deyiladi. Renaturatsiya holati bu oqsillarni strukturasini qayta tiklanish holati hisoblanadi. Denaturatsiya holati esa qayta tiklanmaydigan holat hisoblanadi. Oqsillar turli fizik, kimyoviy omillar ta'sirida o'zining tabiiy holatini, xususiyatini yo'qotadi. Bu holat oqsil denaturatsiyasi deb nomlanadi. Denaturatsiya oqsillarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lib, oqsil molekulasi konformatsiyasining o'zgarishi bilan uning shakli, eruvchanligi, solishtirma optik faolligi, elektroforetik harakatchanligi, boshqa fizik va biologik xossalari ham o'zgaradi. Denaturatsiya natijasida oqsil molekulasining fazoviy strukturasini belgilaydigan turli xil bog'lar, asosan vodorod va disulfid bog'lar buziladi. Denaturatsiya hodisalarini keltirib chiqaradigan omillar yuqori harorat, og'ir metall tuzlari, kislotalar, ishqorlar,
ultrabinafsha va ionlashtiruvchi nurlar hisoblanadi. Bular ta'sirida oqsil denaturatsiyasi sodir bo'ladi. Foydalanish uchun manbalar quyidagi internet ma'lumotlaridan va darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalanishingiz mumkin. Bugungi mavzumizning qisqacha mazmuni mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.